Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Infiniti avtomobilimiz Q50 degan pozitsiyasidan 2.2 dizel Premier holati o'ta ideal mashinamizni va shu klass holatda Inamarkani yaxshi ko'radigan akalarimizga sekin tashlab boramiz videoni. 2015-yil 96.000 km yurgan yoqilg'i dizel narxiga kelsa akalar 8.800.000 won. Mashina vashi klass. Atrofida urilgan, qirilgan, alishgan detallari yo'q. Salon holati mana ideal turibdi akalar. Pokiza salon. Signallari mana to'shni. Poliga ham qalin poli, qimmat poliga solib qo'yibdi. Eshikni shunday ochganimizda akalar, Infiniti emblemasi turibdi demakda. Oldi eshikda beskilchovoy dastur. Salon elektronli oldi sidinasi. 96.000 atiga probeg, dizel, ekonomik 2.2 motor va shu klass holatda Black Box Hi-Pace mashinamiz luki bor. Oldi sidinasi, kichkinagina monitor. Holati o'ta ideal. Mashinaning kaliti yo'qligi uchun hozir akalar yurgiza olmayapman. Shunga salon holatlarini, atroflarini shunday o'zimni ko'rsatyapman. Dizel motor bilasizlar, ekonomikni bitta bank bilan 700-800 km yuradi. Kimga qiziq bo'lsa, aloqaga chiqib so'rasizlar. Mashina vashi klass holatda.